o'tgan chiqishlarimda o'sha qo'ziqorin tarkibidagi gidrogen moddasi haqida gapirgandim. Ya'ni o'sha modda o'sma yoki rak kasalliklarini uyg'otishi mumkin degan ma'lumotni berib o'tgandim. Albatta me'yoridan oshirgan holatlarda. Xo'sh, va bu narsa ofitsial, ya'ni o'sha butun jahon tan oladigan rakni o'rganish agentsiyasining ma'lumoti edi. Xo'sh, undan tashqari boshqa moddalar bor edi. Bu moddalar o'sha hayotimizda ko'p ishlatadigan moddalarimiz. Bu birinchi bo'lib akrilamid. Akrilamid bu biza mana oddiy free, kartoshka free deymiz, o'shani tarkibida bo'ladi va undan tashqari qovurilgan moddalarning tarkibida akrilamid обязательно bo'ladi. U ham o'sha potensialniy rak yoki bir boshqa onkologik proseslarni uyg'otishi mumkin bo'lgan modda hisoblanadi. Xo'sh, undan keyingisi ko'pchiligi bu o'sha yoshlar o'rtasida qiziq bo'lishi mumkin anabolik steroidlar. Anabolik steroidlar ba'zi bir holatlarda yoki ba'zi bir odamlar, individlar uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ular o'stirish xususiyatiga, ular ko'paytirish xususiyatiga ega va o'sha bu ham o'sha ofitsialniy guruhda o'sha joy olgan va o'sha onkologik prosesni uyg'otishi mumkin. Xo'sh, undan keyin yana bizning hayotimizda ko'p uchraydigan narsa bu smenная работа, ya'ni o'sha kunda ishlab, kunda uxlab, yana bir через день yoki shu kunda bir to'rtka ashna qilib rejimni buzilishi ham bu tashkilot tomonidan ofitsialniy onkologik kasallik chaqirishi mumkin deb topilgan faktor hisoblanadi. Bu spiska juda ham ko'p. Endi men harakat qildim o'sha qisqa videoga barchasini sig'dirishga va eng ko'p uchraydigan, hayotimizda eng ko'p uchraydigan moddalar va faktorlar haqida gapirib o'tdim. Xo'sh, o'shaning uchun hamma narsani как doktor sifatida me'yorida saqlashni tavsiya beraman. Ya'ni me'yorida ushlashni. Shunda o'ylaymanki, sog'lig'ingizga o'sha maksimal o'sha yordam qilgan bo'lasiz. O'zingizni ehtiyot qiling. O'zingizcha.